qo'lingda turgan bu boylik yuragini to'xtashi bilan tamom, vorislarga qoladi. Tirik, o'ynab kulib, harakatda bo'lib yurgan inson bir lahzada tarixga aylanadi. Rahmat qilsin Alloh deb qo'yishadi. Tirikchilikda shoför mashinasiga o'tiradi, haydaydi, bir haftadan keyin shu mashinaga yuk bo'lib keladi. Shuning uchun aytyapmiz, birodarlar, uzilib to'xtab qoladigan narsa Alloh taoloning atosi va karami bo'lmaydi. Chunki dunyo hovlisi uzilish va ajralish hovlisi. O'lim hamma narsani ketkazadi. Boyni boyligini ketkazadi. Faqirni muhtojligini ketkazadi. Polvonni quvvatini ketkazadi. Zaifning ojizligini, sog'ning sog'ligini, kasalning kasalligini ketkazadi. Chunki bu dunyo, birodarlar, balo va ajralishlar hovlisi bo'ladi. Har bitta o'tgan lahzamiz siz bilan bizni qabrga qarab olib ketyapti. Inson vaqt. Inson nima? Inson vaqt. Yillar, oylar, haftalar, kunlar, soatlar, daqiqalar, soniyalar yig'indisi. Har bitta o'tgan sekundingiz, minutingiz sizni qabrga olib ketyapti.